Keldi sportsmen. Ravshan. Yana shu narda o'yinmi? Nima kayfiyating yo'qsan? Tirnoq juda charchatib qo'yapti odamni. Sambo borda. Nima u? Tatib ko'rgan effekti zo'r. Yo, bunaqa narsa shart emas. Qo'rqma, erkaksan-ku, hech. Ish qilib foydasi bo'lsin-da. Qilich, sportsmen ham ilindi. Tuzoqda. Manzarasi. Yashab olgan hozir, erta yashaysanmi yo'qmi? Sportsmen. Tinchlikmi uka? O'zgarib qolgansan. Bu ishlashingda bizda musobaqa hech qolmaymiz, chempion bo'la olmaysan. O'zim ham hayronman nima bo'layotganiga. Umuman tushunmay qoldim hech narsaga. O'zingga kel uka, Tirnovkaga qayt. Oldinga bilasan bizani qanaqa musobaqa kutibdi. O'zim ham hayronman nima bo'layotganiga. Hali hammasini to'g'rilayman. Ishlar qanaqa ketyapti? Yaxshi hammasi. Bitta muammo bor-da. Bitta zo'r klient bor, qanaqa qilib yetkazishni bilmayapman. Ishonchli odam. Ravshan, Sportsmen. yaxshimisan? Muammoni hal qiladi. Nimaga? Ana kungi doringdan yana kerak. Pul bormi? Pul yo'q. Dori ham yo'q. Bermasang bo'lmaydi. Senga bitta ish bor. Qanaqa ish? Xohlasang pul ishlaysan, ham dorilik bo'lasan. Ushla. Mana shuni men aytgan joyga yetkazasan. Dori kerakmi senga yetkazasan? Sportsmen. Olib keldingmi? Ha, olib keldim. Uqubat solib boshlarga shayton sozini chalar. Cho'milar ko'z yoshlarga nafsiga qul kimsalar. Uqubat solib boshlarga shayton sozini chalar. Cho'milar ko'z yoshlarga nafsiga qul kimsalar. Dardlari pul kimsalar. Orzularning do'stlari emas, tanlov bizdir.